baravar ko'targanman, rosa og'ir ko'targanman. 20 kilo edi bolalar semiz, do'm bor. Baravar ko'tarardim. O'shalarda balkim 1,5 qirsillagan payti ham bo'lgan suyagim. Xo'p, analizlaringiz vоспаление yaxshigina. Revmatoidni faktor ham baland chiqqan, S-reaktivniy belok ham baland chiqqan, asloy ham, antistreptolizin ham baland chiqqan. Normaga nisbatan balandroq chiqqan. Keyin men bu MRT'ni ko'rgan paytda hozir ko'rishingiz mumkin. Kista paydo bo'lgan. Kistani mana shu головка bo'lsa, головкada mana shu paydo bo'lgan kista. Endi bu qachondan beri bor bilmayman. Og'riq aynan shu chaqiryapti deb ayta olmayman. Mana kista. 9 millimetrlik kista. Ha, 1 santimetr atrofida kista paydo bo'lgan. Bu travmadan keyin paydo bo'lganmi yoki bo'lmasam bir vоспаление bo'lib, sal yemirilish bo'lib, shundan keyin paydo bo'ldimi, uni bilmayman. Ikkita kesimda ham mana bu yoqda ham ko'rsatyapti. Bu kistani nimasi joylashgani bunaqasiga 1,5 santimetrgacha bor, bunaqasiga 1 santimetr. Xo'p. Hozir nima qilamiz? Asosiy narsa bizani e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan narsa qon analizlaringizdagi vоспалениeni yo'qotishga qaratilgan lecheniya yozib beraman. O'shalarni ichasiz chanoq son bo'g'imini o'zini mashqlarini qilib turasiz. Keyin ko'ramiz. Hech bo'lmasa bir 3 oy o'tsin. 3 oydan keyin повторный MRT qilib ko'ramizda razmerini ko'ramiz. Agar kista kattalashadigan, suyakni sinib qolish xavfi bo'ladigan bo'lsa, unda boshqacha bir taktika qilamiz. Xo'p, agar kichkina shunaqa holatda turaveradigan bo'lsa, kattalashmasa, og'riqlaringiz yo'qolsa, hech narsa kerak bo'lmaydi, xudo xolasa. Bunaqa kichkina kissalar unchalik kuchli og'riq bermaydi.